Assalomu alaykum aziz do'stlar, uzoqdagi yaqindagi qadrdonlar. Bu xonadonga ko'pchilikning esida bor, ilgari ham kelganmiz. 3 yil bo'ldi qizim. 3 yilcha avval kelganmiz. Bu qizchalar yonib ketib qolgan. Dadalari bularni qutqaraman deb vafot qilgan. Xudo rahmatiga olsin. Endi u kunlar o'tib ketdi. Lekin yana bir mashaqqatli ishlari bor. Mana bu qizchamizni qo'llari, oyoqlari qatib qolyapti ekan. Shunga sizlardan yordam so'ramoqchimiz. Balkim ichlaringizda yaxshi doktorlar bordir. Ichlaringizda yetim bolalarga yordam qilaman degan kishilar bordir. Bularga yordam qilgan, bularga yordam berib, boshini silagan, dardini aritganlarni Alloh dardini aritsin. Biz sizlarga bularni telefon raqamlarini va plastik kartalarni beramiz. Hozir Andijondamiz, operatsiyalar Toshkentda bo'lar ekan. Kimdir Toshkentda bularni mehmon qilgisi kelar. Kimdir shu operatsiyalarni ko'targisi kelar. Qarab turmanglar. Alloh taolo shu bolalarni atrofida bizni yana yaxshi joyda jamlasa ajab emas. Payg'ambarimiz alayhissalomning atroflarida jamlanish niyatimiz bor. Ha qizim? Alloh sizga sabr bersin, dardingizga shifo bersin. Yaxshi bo'lib qoling. Sizga yordam berganlarga Alloh ikki dunyoda yordam bersin. Duo qilib turing, Omon bo'linglar.